Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarni o'zimda YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Bu qo'yayotgan nasib bo'lsa, endi professional darajada olinayotgan birinchi videom bo'ladi. Qaranglar. Kreator haqida Instagramga qo'ydim. 2 minutlikmi video. Instagramda ko'p video qo'yib bo'lmaydi. Sababi vaqt chegaralanganda 3 minutdan ziyodini joylab bo'lmaydi. Bu bitta kreator masalasi bo'layotgan bo'lsa 3 minutda tushuntirib berib bo'lmaydi-da, tushuntirish imkoni yo'q bu narsani. Hech kim tushuntirib bera olmaydi. Qisqa va lo'nda qilib bitta ikkita narsalarni tashlab o'tib ketsangiz, keyin aqlli qilib kommentariyaga yozib boshlashadi. Xullas, ko'p gapirmaymiz. Birinchi marta ko'rib turgan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar. Endi bundan buyog'iga nasib bo'lsa to'liq foydali videolar qo'yib boraman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, sizlarni qanaqa masalalar qiynayapti. Mana shu kreator olish sababi ham ko'pchilik ustalarni murojaatiga amal qilgan tarzda deydi-ku, o'sha e'tiborga olgan holatda qo'yapman. Qaranglar, kreator mana ko'rib turganinglarda necha xil ko'rinishda bo'ladi. Bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi, bu to'rtinchisi. Xullas, men birinchisida dog'ga o'xshab yoyilib ketadi. Bu bazani sepib boshlagan vaqtingizga o'zi bilinadi. Agar bazani sepib bo'lganingizdan keyin bo'lmadimi u narsa, lakni sepyapsizmi? Lakda shunday bo'ldimi? Demak, kimdir ximchiska qilgan yo bo'lmasa slesarga yaqin bo'lsa, VDShga ishlatgan slesarlar o'sha narsani unaqasi tumani kelib o'tiradi bazani ustiga, mana shunday bo'ladi. Agar bazada bo'layotgan bo'lsa, u siz podgotovka qilgan vaqtingizga yaxshi обжирка qilmagansiz. Yog' bo'lgan lattada yo bo'lmasa qandaydir ximiskiy bir shu bilan baza bilan kelishmaydigan bir sostav bo'lganda o'sha sabab bo'ladi. Bu holatda nima qilish kerak? Bazani sepib boshladingizmi? Xuddi shu narsa bo'ldimi? Uni lutchi birdan to'xtatish kerak. Bazani dakansa quritasizlar. Boshqatdan o'sha narsalarni poverxnosini silliqlash uchun shukurka qilasizlar ozgina. Mingtalik bilan yo 1,5 ming bilan yaxshilab обжирка qilib, spirtovoy обжирка bilan o'tib, undan keyin yana baza sepib boshlasalang bo'ladi. Lakda bo'layotgan bo'lsa, mana shu holat agar yuzaga kelsa, birinchi sloy lakda, undan ham xuddi shu holatda to'xtatgan yaxshi. Nima uchun deganda yaxshilikka olib kelmaydi. Ustma-ust sepib ursalang, mana 4-holat keladi. 4-holat ham kreator, lekin kreator deb aytiladi, lekin bu zakib lak qaynashiga olib keladi-da, xullas. Birinchi masala bo'yicha tushundik, ha? Nima bo'lishini. Ikkinchi masala kreator. Mana shu holat, bazani sepib bo'ldingiz. Endi bu holatdagi kreator u boshqa narsa, hozir aytganim. Agar sizda mana bunaqa narsa bo'layotgan bo'lsa, mana shunday krugli standartni nima bo'layotgan bo'lsa, u havoda yo yog', o'sha kelayotgan pistoletga kelayotgan kompressordan kelayotgan havoda yo yog' yo suv, ana shunaqa narsa bo'ladi. Uchinchi holat bo'layotgan bo'lsa, mana shunday, u ham kreatorlar qaranglar, formasini men bekorga bunaqa qilib chizmadim. Sababi обычный kreator mana shunday krugli bo'ladi. Bu uchinchi holatdagi kreatorimiz ham krugli bo'ladi, razmeri nestandartniy, katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin, ana shu o'rtadagi dog'chadan kelib chiqqan holatda. Nima uchunki, bu dog' nima, qayerdan keladi desalaring, bir vaqtlar misol kompressordan suv haydagan, yog' haydagan, o'shani evaziga pulsatorning ichida, shlangning ichida yog', suv qolib ketgan. Quriydi, o'sha changga o'xshab, qum zarrachalarga o'xshab chiqadi. Ana o'shandan keyin bu yuzaga kelib chiqadi, mana ko'rib turganinglarda. То есть поверхность lak mana shunday to'g'ri ketayotgan bo'lsa, ana shunday bo'ladi. Vrodi kreator, lekin o'rtasida qandaydir dog'cha bo'ladi. Bu dog'cha o'sha yog'ni qotib qolgani, suvni qotib qolgani, o'sha ximiskiy narsani pulsatordan chiqqan holatda mana shunday yoyaveradi yon tomondagi laklarni. To'rtinchi holatimiz qanday? To'rtinchi holatimiz bu to'liq texnika o'sha LKMda TDSga amal qilmagan holatda yuzaga kelib chiqadigan narsa. Birinchi sloy sepdingiz, normalni bo'ldi, misol uchun chiroyli shagrim bo'ldi, bordingiz, choy ichdingiz yo boshqa qildingiz, keldingiz, ikkinchi sloy sepdingiz, ikkinchi sloy sepgandan keyin основной bu narsa keladigan, yuzaga keladigan mana bu detalimizni ko'rib turgan bo'lsalaring, mana bu joyida yo'q. Mana usti tomonda bor. Nima uchunki usti tomonga qalin sepiladi. O'sha qalin sepilganini evaziga lak qaynashga olib keladi-da, mana ko'rib turgan narsalaring. Buni diametri, razmeri har xil bo'ladi, lekin e'tibor bersalaring, mana bu ikkinchi holat bilan to'rtinchi holatda, ikkinchi holatimizda baza kreator bo'lgan joyda baza chiqib turadi. Birinchi sloy lak bo'lmaydi bunda. Ikkinchi holatimizda baza o'sha
ikkinchi sloy lakni tagida birinchi sloy lak bo'ladi. То есть bazagacha глубокий krater bo'lmaydi, maydacha bo'ladi. Bu o'sha nakib qaynash bo'ladi. Endi qaranglar, mana shu 4 ta holat, 5-chi holat ham bor, 6-chi holat ham bor. Sizda qanaqa holatlar bo'lgan, o'shani kommentariyaga yozsalaring, Telegramga, Instagram sahifamga kommentariyaga yozsalaring, men o'shani tushuntirib yana bir video qilib chiqaman. 5-chi holat bo'layotgan bo'lsa, shaxsan o'zimda yaqinda bo'ldi. Bitta mashinada kraska sepdim. Bu narsani kraska sepishdan oldin уже payqadim, ko'rib qoldim o'sha narsani e'tibor berib. Qaysi mashinada? Ford Mustang sepdim, kursalang bo'ladi. Orqa krillosini 2 sloy, 3 sloy gruntovka sepdim. Tashqarida remzonada sepdim. Sushilkada emas, remzonada sepdim. То есть birinchi sloy gruntovkani sepdim. Birinchi sloy gruntovkani sepdim. Sovuq bo'lganligi evaziga men infrakrasniy lampani qo'ydim. O'shani sal oraliq masofasini yaqinroq qo'yibman. Imkoni yo'q edi. Bu tomonda mashin turgandi. O'sha yaqinroq qo'yib, o'chirib nima qildim? 3 sloy gruntovkani sepdim. Quridi gruntovka, normalni shukurka qildim. Kameraga kirgizib, o'sha birinchi sloy bazani sepgan vaqtimga o'zi sразу payqadim, mayda teshikchalar. O'sha krater mana shuna prямо как будто buni igna sanchib olganda polностью borda o'sha narsa. O'sha holatda nima qilish kerak? Qaranglar. Bu gruntovka qaynagan. Mana bu 4-holatimiz gruntovkada bo'lyapti, lekin tagidagi rasvaritel уже puzircha bo'lib qolgan. Ko'zga ko'rinmaydi. U mayda mikrotreshina. Mana bu narsa bo'lyapti. Birinchi sloy bazani sepganingizdan keyin mana bunday kattaradi o'sha nimacha. Mayda ignani teshigida teshikchalar bo'ladi, mayda, xuddi igna bilan teshganda. Birinchi sloydan keyin mana bunday, ikkinchi sloy bazadan keyin bunday, changitasi bunday, lak sepgan vaqtingizga o'sha mana shunday katta krater bo'lib turadi. Buni qanday qilib oldini olish kerak? Buni birdan bir yo'li boshqatdan gruntovka sepish, yo bo'lmasa o'sha narsani mana shu teshikda yo'q bo'lguncha shukurka qilib olib tashlash gruntovka. Boshqa yo'li yo'q. Endi mana 4-masalani, 5-kraterda ham tushuntirdim. Endi mana bu birinchi holatga qaytamiz. Birinchi holatdagi bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Detal tayyorlab oldingiz, polnosida, to'g'rimi? O'shani abjirka bilan yaxshilab o'tasiz. Birinchi antisilikon, ikkinchisi spirtovoy. Antisilikon, spirtovoy bilan o'tgandan keyin qo'l bilan ushlash mumkin emas detalni. Endi bu narsani gapirayotganim, qaranglar. Endi mana bunday premialni materiallar bilan ishlayotgan, professional kameralarga kirib ishlayotgan nimalarga bog'liq. To'g'ri, hozir garajda yo'q-ku perchatka, yo u yo'q, yo bu yo'q deyishlaring mumkin. Garajda ham imkoni bor. O'sha perchatkani iloji bo'lmasa, yaxshilab gel bilan yo sovun bilan qo'lda 2-3 marta yuvib, undan keyin ishlash kerak. Ras perchatka bilan ishlash imkoni yo'qmi? Qo'lda yaxshilab yuvish kerak. Nima uchun deganda qo'l ham terlaydi. O'sha ter chiqadi. Terda bilasizlar, tuz bor. Tuz ham mana shu narsaga olib keladi. Buni nasib bo'lsa bitta detalda yaqqol dalil isbot qilib turib ko'rsatib beraman. По-моему, Vikrondami bitta texnolog ko'rsatib bergan. Perchatkani shunday yechib detalni ushlayapti. Ustidan antisilikon bilan artyapti, o'sha dog' ketmayapti. Uni spirtani o'sha spektralda 815 bor. Boshqa любой firmada ham spirtovoy abjirka. Bu juda ham bir nima deydi? Foydali narsada. Texniskiy gryaz bor, organiskiy deydi-ku. Ana shu texniskiy u moy, suv, o'shanaqa narsalar, organiskiy mana shu qo'lingizdan chiqqan narsalar. Tuz, ter, o'sha narsalar. Xullas, mana buni tushundilaring, birinchisini oldini olishdi. Ikkinchi masalamiz bo'layotgan bo'lsa, birinchi sloy lakni o'zida chiqdimi bu narsa? Boya xuddi bu holatdagida yaxshisi to'xtatish kerak. Agar srochni bo'layotgan bo'lsa, o'zini spesialni dabavkalari bor. Antisilikon, no silikon, stop silikon, har xil yozilgan. Endi firmada hamma firma o'zini nomi bilan chiqargan. O'shanaqa narsalarni qo'shasizlar. O'shanda mana shuni holatdan yo'q bo'lsa bo'ladi, xolis bo'lsa bo'ladi. Mana 3-holatimizga buni bitta yo'li shlangni olasizlar, o'sha kompressorga ulangan joyini pulsatorda ulaysizlar. Pulsatorda ham filtr bo'lmash kerak, kompressorga ulanayotgan joyida ham filtr bo'lmash kerak. Rasvaritel qo'yasizlar, pulsatordan chiqarasizlar. Polностью shlang to'ldirib,
napor bilan chiqarasizlar, yuvib olasiz. Sistemani yuvish deyiladi bu. Pistoletni ham, unaqa shlangni ham yuvish kerakda. Keyin rasvaritel bilan yuvib bo'ldilaring, orqasidan abjirka bilan bitta yuvib tashlaysizlar. Undan keyin mana shu 3-holat bo'lmaydi. Bu holat faqat o'sha narsada bo'ladi, boshqa narsada bo'lmaydi. Chunki mana bu o'rtadagi narsa ham qumcha, o'sha pistoletning ichidan, shlangning ichidan chiqib kelayotgan o'sha qotib qolgan yog', suv, o'sha narsalarni qumi. Bu 4-masalaga kelayotgan bo'lsak, sovuq, hozir kun yaxladi, to'g'ri. Birinchi sloy sepdingizmi? Misol bilasiz, bitta detalga 300 gram kraska kerak sizga, lak. Kraskada badashdim, uzr. Kraska kerak 300 gram. Shuni 150 gramini tayyorlaysiz. Agar imkoni bo'lmasa, sushilka bo'lmasa, garajda sovuqroq joy bo'layotgan bo'lsa, 150 gramini tayyorlaysiz, sepasiz birinchi sloyda. Обычно yozda kuni 5 minut, 10 minut между sloy berayotgan bo'lsangiz, bu yerda 20 minut bering, 25 minut bering. Qachonki kelib, mana shunday lakni ushlab ko'rasiz. Mana bitta muhim narsasi, lakni ushlab ko'rasiz. Ana shunday qo'lingizga yopishmasa, o'shanda ikkinchi sloyda sepsangiz bo'ladi. Mana shu narsa juda bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan joyi. Qo'lga yopishmasa, undan keyin boyagi 150 gramni tayyorlab, keyin sepasiz. Nima uchun birdan 300 gram tayyorlab bo'lmasligini bilsangiz kerak. Instagram sahifamga qo'yganman. Uje u qurish jarayoniga o'tib qo'yadilar. Ikkinchi sloy sepolmaysiz, yaxshi bo'lmaydi. U sizga u shagrenni bermaydi, u rezultatni bermaydi. Xullas, 4-masala bo'yicha ham nima qildik? Endi qaranglar, 5-sini tushuntirdim. Yana bitta narsa bilsalaring, pufakcha bo'lib qoladi. Lakni sepdilaring, kraskani sepdilaring, sepgandan keyin как будто orqasidan bir nima ishirganday qilib pufakcha bo'lib qoladi. Sharikka o'xshab, nabarot, kraterimiz bu yoqqa ishib qoladi, yorilgandan keyin o'sha yer krater bo'lib qoladi. Bunga sabab gruntovka, shpaklovka ishlatgan vaqtingiz o'sha porachalar bo'lgan, teshikchalamaydi. O'sha yerga suv yig'iladi, влажность. O'sha suv yig'ilgan, o'sha yig'ilgan suv va sushka vaqtiga qurayotgan jarayonda o'sha tashqariga chiqishga harakat qiladi. Bu lak tashqariga chiqishga qo'ymagan sababli hamda sharikcha bo'lib qoladi. Video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoni boshqa usta tanishlarga ham jo'natinglar. Bu kanal yangi kanal. Nasib bo'lsa, sizlarning yordaminglar bilan mana Instagram sahifamiz 4300 ta obunachi yig'ishga bir oyda sazovor bo'ldik. Xudo xolasa qani YouTube'da ko'ramiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana bitta gapni Uchir bo'ldi.